Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'ondamiz akalar. Xudo xolasa bunaqa mollardi bor, o'ta zo'r kangallardan yetib kelibdi, bor. Qirg'izistondan yetib kelibdi. Qirg'izistonda ham olabuqalardan yetib kelibdi, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa shu videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. 7-shanba 7-iyul haftaning shanba kuni, hurmatli obunachilar, hammaga ayyom muborak bo'lsin deya xolasa biz videolarimizni boshlaymiz. Akalarda xolasa bundaqa shvedlarda tozalardan yetib kelgan, qip-qizillardan yetib kelgan, hurmatli obunachilar, bittada tomosha qilib boramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Bitta like bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb, mana shu kanalga bittada obuna bo'lib qolamiz, hurmatli obunachilar. Bobirjon, bu mollar qaydan yetib keldi degan obunachilarimizga akalarda xolosa, bu mollar Qirg'izistonda Olabqasda yetib keldi, hurmatli obunachilar. Da xolosa bu mollarni kelganiga bir hafta bo'lib qoldi. Hammasini yeb sog'ligi zo'r, hurmatli obunachilar. Bularni kilosi necha kilo chiqadi deganlarga 400 kilo, 500 kilo atrofida, hurmatli obunachilar. Da xolosa bilgan ma'lumotimiz shular, hurmatli obunachilar. Akalar, xudo xolosa videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, Bobirjon otangga rahmat deb, shu kanalimizga bittadan obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolosa kontentni boshlaymiz, hurmatli obunachilar. Umuman to'xtamaymiz. Charchamanglar degan umiddamiz, hurmatli obunachilar. Hammani nima desa bo'ladi? Xirmoniga baraka, hurmatli obunachilar. Hammaga ayyom muborak bo'lsin deb shu kanalga bittadan obuna bo'lib qo'yasizlar.